o'z vaqtida 35 ming, 45 ming dollargacha sotilib turgan Nissan V3 avtomobilimiz bugungi kunga kelib To'raqo'rg'on eng arzonda o'ta ham qulay narxga qo'ndirib qo'ydim. Like bosib videoni oxirigacha ko'ring. Narxi o'ta ham jinni narxga qo'ndirib qo'yganman. Nissan V3 avtomobilimizni obzorini boshlaydik. Ranglari qop-qora, kraskalari top-toza, to'rtta yaxshi yumshoq balon turibdi. Ko'rishingiz mumkin. O'ta ham ideal holatda. Mashinamiz salon qismiga kirgan bo'lsak, salon qismi ham o'ta ham akkuratli, chiroyli holatda, polni koja, polni katta panorama, tom luk, hop monitorlar bilan avdub, abgrep, cruise control, climate control hammasini sanab o'tadigan bo'lsam 1 minutdan oshib ketadi videomiz. C9, C16, L9larda nima funksiya bo'lsa hammasi jamiki. Bor yurgan masofasi 99 ming, holatlari o'ta ham ideal holatda. Bu mashinamiz o'ta ham ekonomik, shahar ichiga 7 tagacha ichadi, dalniga 4 tagacha ichadi deyapti. Holatlari o'ta ham ideal holatda. Pashti bu mashinamiz trekker puliga o'ta ham aqlli, funksiyalari ko'p bo'lgan mashinamiz trekker puliga To'raqo'rg'on eng arzonda chiroyli narxga qo'ndirib qo'ydim. Mashinamizning yillari 2021-yil, egalariga pul o'ta ham zarurligi uchun yarmiga 17700 dollar qo'ndirib qo'ydim. Qoyilmisizlar? Aqlli ina marka minaman degan do'stlarimizga video jo'natib qo'yamiz. Afsonaga nomerlarni qoldiraman. Tez telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.